Hammaga salom. Sizlar bilan Abidniyam. Bugungi videoda Metro Royal o'ynash uchun asosiy kerak bo'lgan narsalarni kuchaytirish, shularni hammasini ko'rib chiqamiz. Bular talant, ya'ni iqtidor, keyin jiletlarga novlar qo'yish kerakligini tushuntirib o'taman. Bizda talant birinchi o'rinda. Talantni nishat kuchaytirishga kelsak, yana bu yerda poyez iqtidorni chap tarafida poyez turibdi. Poyezga kirasizlar, bu yerda Yan, Vera, Katya bor. Bizlar birinchi Verani 20-o'ringa ko'taramiz. 20-o'ringa ko'targanda sizlarga madaniy talant ko'taradigan manatchi beradi. Keyin ikkinchisi ko'proq o'ynaganda odam o'ldirishga harakat etsangda, yana sizlarning o'rinlaring netganda, yana har birisida talant uchun manatchi beradi. Shularni olsanglar, общий 49 dan beradi. Şöyle birinchi qatorda eng kerakli bo'lgan narsa, bu yerda men ryukzak kuchaytiraman. Ryukzakimni fullataman. Ikkinchi qatorda bu eng kerakli narsa, bu Metro Royalda eng kerakli narsa. Ikkinchi qatorda yana tez yugurish. Tez yugurish 8 bo'lishi kerak. Bu narsalarni xohlagan narsalaringga qo'yishlaring mumkin, yuqoridan o'zlaring kerak. Lekin обязательно tez yugurishni 8 etish kerak. Shunda odamlarning boshqa mamlakatga tez yuguradi. Men o'zim ko'pchilik tuzatashab o'ynaganda shuni sezdim. Ko'pchilik talant kuchaytirmagan, yugurishni kuchaytirmagan. Orqada qolib ketadilar. Keyin men bu yerda перезарядка o'qasini tezlatib qo'ygan. O'chiqqan vaqtga kerak bo'ladi bu. Keyin loot. Biz endi loot o'ynagan vaqtimiz, endi loot o'ynaydiganlar biladi uni. Lootni 8 etamiz. Короче, bu lootni 8 etgan sandiq ochish tezligini 32% tezlashtiradi. Masalan, sizlar 5 sekundda ochsangiz sandiqni 4 sekundda yo 3,5 sekundda ochiladigan bo'ladi. Keyin asosiysi bu yerda expert sniper degan bor. Bu MK'ga ta'sir etadi, otishini, zarar yetkazishini. Bu yerda o'zi 12%, lekin 12% ham bildiradi, ko'p bildiradi. Keyin bizda yana bu pech pritsel atgan oddashani короче o'qlarim bir yere borishini ta'minlaydi u. Keyin yana bu xohlasanglar buni kuchaytiringlar, xohlasanglar yana bu kuchli deb yozib qo'yibdi odamni ko'rsatib. Shu короче bu HP qo'shib beradi. Ya'ni kuchaytirgan o'qlarim bu maksimum 16 HP qo'shib beradi. 16 HP ham yaxshi foyda beradi sizlarga. Shunday deb endi buni har kim o'qib ko'rib o'zlarining kerakini qo'yishlari mumkin. Men o'zim shunday deb o'ylayman ko'pincha. Keyin bizda bronyaga qo'yiladigan narsalar, masalan, bronya oldinda bronyani qo'ygandan keyin üstüne bir bassanglar aksessuar xarid qilish degan bor. Shu yerda ne kirasizlar? Bu yerda yana bu damirlar bor. Короче, yeshik, rezinka, keyin sumkasi bor. Bularni o'zim tushuntirib o'tgan bo'lsam, yana üstüne basasizlar, po'lat plastina himoyani 5% oshiradi. Bu общий masalan HPni 5% ko'paytiradi bu g'ana. Shu o'q degan vaqtda 5% kirishini ko'paytiradi. Keyin ikkinchisi ayna. Bunga kirsanglar plus 50 zarba chidamlilikni oshiradi. Bu yuqorida 5% общийga qo'shsa, bu общийga 50 dana qo'shadi. Masalan, shu 1600 bo'lsa, shu 1650 dana qo'shadi. Bu sunduq esa bunda короче hamma narsani yengillashtirish uchun yana kirsangiz yozib qo'yibdi, jihoz vaznini ta'sirini 10% kamaytiradi. Olgan narsalaringni hammasini 10% vaznini netadi. Yugurish tezroq qo'yadi, bu osonroq. Nargan bir narsani qo'yadi. Bu rezinka, bu eskirishni oldini oladi. Chiqqan vaqtlarim, marshdan chiqqan vaqtlarim orujja jiletlarni sotasizlar-ku. Shuni qo'ysanglar, o'sha orujja jiletlaring osonroq netadi. Pulni kamroq yo'qotasizlar. Har kim o'zini bog'liqni hech narsa qo'yishi. Men ko'pincha ryukzak qo'yaman. Sababi bu bir dana qo'ysanglar 50 oshirib beradi. Men keyin bizda asosiy bo'lgan narsa tikan ili radki. Hammada turadi. Shuning uchun ikkisini aytaman. Tikan ili radki. Buni qo'yishlaring обязательно bo'ladi jilida. Sababi ko'rsanglarni radiatsiyaga nisbatan to'liq immunitet berish uchun nimchaga mahkamlanadi deb yozib qo'yibdi.
Yine ben de hazır bir tane yani jiletimde gördüğümde yanında 4 tane bende. Yine şu narsa şu. Şundan ebediyetini koyuş kerak. Bo'lmasa içine ratga kirgan vaqtlarim sizlarda bombing aladi. Короче, jonlaring tez yetib qoladi. O'zingni o'zi ekranlaringiz direkt qarayib. Shunday olib tez ketadi. Keyin bizda bor verstak. Verstak, короче, dastgoh, o'zbekcha dastgoh, ruscha bo'lmasami verstak. Arka stulda turibdi, menda qizarib, ustuna bossanglar. Hozir menda tamom bo'lgan vaqtingni. Bir bosaman, 250 ming pul berdi. Bundan keyin esa olish degani bor, olish bossanglar. Bu yoqda shuda olishni bossanglar bo'ladi. Agar sizda vaqti ketib turgan bo'lsa, bir kunda 1 marta 2 metr o'tib 1 marta obno'lanib bo'ladi. Mashhur buyurmada ikkinchi olib turibdi qulflangan quti. Покупаем и bu shestrni 5 soat bekletadi. Bu o'zi verstak 20 soatda demontaj etadimi? 20 soatda qulfini ochadi. Bir bosaman 5 soat minus bo'ldi. Tushunadi? Agar sizda ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, 3 4 5 tana bo'lsa, shundan olib bosib tez ochib, ichidan 250 ming, 100 ming, 500 ming, gruda beradi, orujlarni beradi ichidan buni. Har kim omadini bog'liq. Keyin reyting. Reytinglarni ko'rish, o'zlaringga yo jo'ralaring reytingini ko'rishga bo'lsangiz, bosasizlar. Bu yerda ofis serverniki bor. Bu yerda mintaqa O'zbekiston, hozir O'zbekistonda turibmiz. Bu server bayroqlaringga bog'liq. Nechta bayroq qo'ygan bo'lsanglar, shunga qarab o'zgaradi. Bu ham o'tirgan yerlaringga umuman aloqasi yo'q. Bayroqlaringga, obyektning bayroqlarini qo'yadi. Hozir men Rossiya bayroq qo'ysam, menda rossiyskiy servernikini ko'rsatadi. Britaniyaning bayrog'ini qo'ysam, Britaniyaga, menda O'zbekistonning bayrog'i turibdi. Shundan keyin menda O'zbekistonnikini ko'rsatadi. Keyin do'stlar, Durjaniki bor. Menda yana IMX birda turibdi. Men o'zim 57 million o'rtatganman. Shundan ketaveradi. Keyin o'ldirsaniki bor. Buni shunday ko'rsanglar bo'ladi. Bu общий sharaf rating. Bu narsa uncha важный narsa emas. Keyin zombi o'ldirganlarga bor. Zombi o'yinlar netadi buni. Keyin yana shu kartalarni tushuntirib o'tsam, bu yerda o'zi kartalar bor. Birinchi kirgan vaqti bazaviy o'ynashlaringni men tavsiya etaman. Agar ruhlaring kam, pullaring kam qolgan bo'lsa, o'zi oynadan chiqishi ruhlaring kam qolgan bo'lsa, shuni o'ynashlaring bedan ham kerambit chiqadi. Sandiqdan endi chiqishi ehtimoli kam deb o'ylayman. Sandiqdan kengaytirilganini o'ynasanglar, bu yerda o'zi yozib qo'yibdi kerambitni novdan chiqishi. Qanday olish mumkin? Chapter 33 şu an yozib qo'yibdi. Novdan chiqishi, kuramadan chiqishi, zombidan chiqishi, zombi bossdan chiqishi, kurama degani kuramalardan kupon shundan chiqishi bu yerda yozilgan turgan ninjalar bor. Ninjalar kartani nerede turadi? Yine bu qora yerni ustida turadi. Chetda qizil bilan belgilab ko'rsaman. Shu yerda ninjalar chiqadi. Shu ninjalardan ham tushadi. Hamma o'xshmaydi, lekin bor joydan ham tushib turibdi odamlar. Ninjalarni o'ldirganda, lekin bu yerga borgan vaqtlarim opasniyroq. Shuning uchun sal ehtiyot bo'lasizlar. Keyin bizda oxirgi ko'rsatgan narsam bu yerda sabitiya. Sabitiyada 3 kundan almashadi. 3 kundan almashganda yana girib ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda soat 4 slitik и protsessor bor menda. Yani ko'rib tursalar, slitik 200 ming, bu yerda 400 mingga satsam bo'ladi. Bu 3 kunda bir marta almashadi. Keyin soat o'zi 5200, men buni 224640 so'mga satsam bo'ladi. Shundan olib chiqib netib satsanglar bo'ladi. Arzon narsani qimmatlari endi bu yerda o'zining qo'ygan koeffitsiyentiga bog'liq. Uncha koeffitsient ko'payishini shu narsalarga e'tibor beringlar. Keyin bu yerda o'zi kunlik narsalar bo'ladi. Bu savetiya qizarib yotishini unutmanglar. Endi Metro Royal o'ynaganda klassikda u farqi yo'q. Metro Royalda qizargan vaqtda girib narsa olinglar, чтобы olgan to'rtlik narsalarga ham yo'q qolgan vaqtda kerak bo'ladi bu narsa.
Keyin Metro Royal kolleksiyasi bor. Metro Royal kolleksiyasi bunda короче kunda yine kunda emas bu bir haftadanmi? Bir haftada almashadi bu. Bir hafta almashganda shuni to'ldirsanglar yine shu yerda ko'rinib turgan narsalar bor. Shu yerda bor narsanglar o'zi yine bu yerdan nol narsa olsanglar, shuni ochkolarni nol narsa olsanglar, shu ochkolarni yozib qo'yibdi. Ninja o'rami, короче maktublar. Shu narsalarni olsanglar, sizlarga panel ochkodan beradi. Bu 800 ochko dollar olib hamma narsani oson bo'ladi. Benim zolotay keyslar oson bo'ladi. Bir de jamoa natsam bo'ladi, shakllantirsa, bizda yine shu odamlar panel ochkodan olgan, keyin shu narsalarni olganini ko'rsatib turadi hammasini. Necha ochkodan olgani, ne topilgani. Hammaga rahmat. Bugun ko'rsatib o'tgan narsalarim shulardan iborat edi. Yana bilmagan, tushunmagan narsalaring bo'lsa, kommentariyada so'rashlaring mumkin. Imkon boricha hamma narsani ko'rsatib, o'rgatib boramiz.